Trenddagi bulchkani tayyorlagan reelsimni tagida hamma to'liq retseptini so'radi. Bolalarim bog'chadan kelguncha sizlar uchun yana bir marta tayyorlab ko'rsataman. Demak, sutni iltamiz, unga 4-5 qoshiq shakar, 2 ta tuxum, qoshiq uchida tuz, dro'j, ozgina o'simlik yog'i va un qo'shib qo'lga yopishmaydigan xamir qoramiz. Aynan qo'lga yopishmaydigan xamir bo'lishi kerak, chunki shunda formalari o'xshab chiqadi. Xamir moshguncha borib bolalarim bog'chadan olib keldim va uyga kelib Umarni tagliklarini sirazu almashtirib qo'ydim. Men Kiprs tagliklarini tanlayman, chunki ular yupqa, yumshoq va namlikni tez shishmadi. Eng asosiysi gipoallergen va dushkalari yo'q. Bollarni tindirib, endi ishimizda davom etamiz. Oshgan xamirimni o'ngga bo'lib, dumaloq formaga keltirdim. Keyin bo'lsa xamirlarni yoyib, bir tomoniga shokoladli pasta surib, ikki buklab, mana shunaqa lentalar kesib chiqdim. Keyin bo'lsa o'rtasiga trubochka qo'ydim va bulchkalarni yasashni boshladim. Bulchkalarni boshida yasaganingizda ozgina qiynalasiz, keyin qo'lingiz kelishib ketadi. Tuxum sarig'ini surdim va duxovkaga o'rtacha olovga yubordim. Oxirida mana shunaqa bulchkalarim tayyor bo'ldi. Hech qachon qaytarib qilmaslik uchun bu videoni saqlab qo'yinglar.